Siz ham xuddi shunaqa Bartoy Jack modelini oladigan bo'lsangiz, bunga tent va metan uстановка qilasiz. Qanchaga tushadi deb o'ylaysiz? Keling, mana shundan bitta ko'rib chiqamiz. Poliga Finiski panellardan ishlatdik. Yon taraf devorlariga esa 06 paneldan ishlatgan holatda chiroyli qilib germetiklardan qilib berdik va lechrolarni ham chiroyli o'rnatib berdik. Ishlatgan profillarimiz eshik tomoni 6 ga 4, asosiy ishlab turadigan profillar esa 4 ga 4 va o'rtadagi qovurg'asi esa 4 ga 2 bo'ladi. Tenti koreyskiy materialdan ishlatdik. Choklariga bitta e'tibor berasiz. Har doimgidek zamoklarni ham kalitligini sifatlisini ishlatganmiz. Mana shu dugasini ham bonusga qo'yib beramiz. 4 ta gabarit chiroqlarni ham bonusga qo'yib berganmiz. Balon joylashiga bitta baho berasiz. U tomoniga ham, bu tomoniga ham chiroyli holatda 100 talik qo'yib berganmiz. Eng qiziq joyi narxiga keldik. Agar siz tentni o'zini qildiraman degan bo'lsangiz, xuddi shu materiallari bilan 11 million so'mga tushadi. Agar metan bilan uстановка qildiraman degan bo'lsangiz, ikkita 100 talik balon bilan 4-paketini qilib 9 millionga o'rnatib beramiz. Hammasi bo'lib 20 million so'mga ishingiz bitadi. Endi sizga savol. Shunaqa arziydimi? Yo'qmi? Izohlarga yozib qoldiring. Mabodo sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.